Kakan Leader School ochilayotgan paytda bir muhim va asosiy savol turardi. Biz bolaning kelajagi uchun nima qila olamiz? Bilamizki, maktabning vazifasi faqatgina fanni o'qitish emas. Chunki bilim vaqt o'tib eskirishi mumkin, lekin insoniy sifatlar va tajriba butun umr qoladi. В нашей школе мы готовим детей не только к экзаменам, но и к жизни. Умение общаться, работать в команде, брать на себя ответственность – это навыки не менее важные, чем знания. Обучение в КЛС – это практика жизни. Bola maktabga faqatgina bilim olish uchun emas, balki xavfsiz va tushunilishni his qilish uchun ham keladi. Maktab bu bolani o'zini tanishi, fikrlashi va o'ziga ishonchni orttirish uchun yaratilgan muhit. Biz o'quvchilarni alohida shaxs sifatida qabul qilamiz. Sinfda o'tirgan har bir o'quvchi o'zining dunyosi bilan keladi. Menimcha, maktabning vazifasi ularni bir qolipga solish emas, ularning iqtidorini, qobiliyatini topib, rivojlantirishdan iborat bo'ladi. Ana shunda o'quvchilar shaxs sifatida shakllanadi, mas'uliyatni his qilishni o'rganadi, erkin fikrlab, o'z fikrini bemalol bayon eta oladigan insonlar sifatida voyaga yetadi. Biz uchun bola faqatgina baholar yoki natijalar emas, balki bu xarakter, fikrlash va kundalik xulq-atvor. Agar bola o'zini xotirjam his qilsa, u ochiladi. Qo'rqib o'qigan bola hech qachon to'liq rivojlana olmaydi. Shuning uchun biz KLSda bolani eshitamiz, tushunamiz va xatoga yo'l qo'yishdan qo'rqmaslikka o'rgatamiz. В Kakan Leader School мы не только гонимся за оценками, для нас также важно, чтобы ученики понимали, для чего они учатся, а не просто готовили задания. Мы развиваем их мышление, самостоятельность и умение принимать решения, потому что знание без понимания – это недолговечное знание. KLSda til va fanlar maqsad emas. Bu rivojlanish yo'lidagi vosita xolos. Farzandim Behruzbek oxirgi bu yilga kelganda ingliz tilidan o'zi bemalol gapiradigan va vazifalarini bemalol o'zi amalga oshiradigan bo'lib qoldi. Mana 3 oy bo'lgan bo'lsa, 3 oyda mana chet el safariga chiqdi. Bemalol o'zlari shu yerga mehmonxonalarga borganda, xonalar bron qilishda, restoranlarga borganda bemalol ovqatlarni zakaz qilishda, ingliz tilida bemalol gaplashdilar. Eng muhim narsa bola bu yerda o'zini qadrlanishini his qilsin. Jismoniy tarbiya bu faqat sport emas. Bu intizom, sabr va o'zini yengishni imkonidir. Sport orqali bola yutishni ham, yutqizishni ham to'g'ri qabul qiladi. Jamoadagi ishlashni, bir-birini qo'llab-quvvatlashni his qiladi. KLSda biz sog'lom tanadan avval sog'lom xarakterni tarbiyalaymiz. Bola kelajagi hech qachon yolg'iz qaror bilan qabul qilinmaydi va bu yo'lda biz doimo ota-onalar bilan yonma-yonmiz. Farzandingiz Lider maktabiga kelganlardan so'ng ularda qanday o'zgarishlar bo'ldi? Bu maktabga o'tgandan keyin farzandimda eng katta bo'lgan o'zgarish maktabga o'zi xohlab, o'zi turib borishi boshladi. Bu juda ham katta yutuq, chunki ertalab o'zi xohlab turadi, maktabimga borishim kerak deb o'zi xohlab boradi. Даже shanba, yakshanba kunlari ham maktabga borishni xohlaydi. Har tomonlama mukammal, har tomonlama yaxshi. O'zlashtirishlari ham hamma tillarni ancha o'zlashtiryapti. Bu yoqqa kelingandan keyin, o'qishni boshlangandan keyin birinchi o'rinda maqsad o'zgardi. Buni sababi shu bilimlarni chuqur chiroyli qilib yetkazish, o'quvchilarga bilim berish, o'qituvchilarning saviyasi hammasidan qoniqamiz. Katta rahmat. Oldin misol uyalardi,
ko'p yaxshi gapira olmasdi, o'rtoqlarigacha qo'shilib keta olmasdi. Hozir aktivnosti oshgan, o'ziga nisbatan ishonchi oshgan. Selamünaleyküm. Ben Türkiye'den geldik buraya Kokan'ya. Zümra'yı çok yere götürdüm. Okulu hiçbir yeri beğenmedi. Burası daha içine sindi. Öğretmenleri olsun, yönetimi olsun, güvenle, huzurla gönderebileceğimiz bir okul oldu. Derslerine gelince her hafta sonu cuma günleri test oluyor ve testlerden güzel notları alınca çok mutlu oluyor. Onun dışında arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle geçirdiği vakitten çok mutlu. Öyle.